Do'stlar, assalomu alaykum. Mana biz O'zbekiston bo'ylab. Hozir biz O'rta Chirchiq rayonida turibmiz. Bu Toshkent oblasiga qarashida, hozir Toshkent shahri bo'ldi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana qo'ylar yangi bozorga ko'chib kelyapti mana bu yerga. Bitib tayyor bo'lgan. Naq pulga, restorashkaga, ipoteka orqali magazinlarda, do'konlarda xarid qilsalar bo'ladi. Mana bu ko'rib turgan domlaring, mana shu yangi qo'ylarda domlari. Agar kimda kim olmoqchi bo'lsa, birinchi blogidan kadastri tayyor, naq pulga xarid qilsalar bo'ladi. Kadastrlar tayyor. Ko'chib kirib yashab ko'rasiz. Agar ikkinchi, uchinchi bloklardan bo'layotgan bo'lsa, mayda oxiriga topshiradi. Patresinglar, agar 5-chi, 6-chi blokda olsalaring, ular sentyabr, oktyabr topshiradi. Uylar bitib, o'zi 90% ga kelgan. Faqat ichki holatlari qolgan, lekin kanalizatsiya bo'limi qolgan. Manzilni qaranglar mana, mobil Konsovoy daroga. Mana bu tomonda shuni ro'paramga futseti. Bitta futsetini ham chiroyli obzor qilib bering. Do'stlar, bu yo'lga kelsak, Qoraqaldan bu tomonga o'tsangiz, yangi Toshkentga chiqib ketasiz, yangi Toshkentga. Yangi O'zbekiston, yangi Toshkent shu tomonga chiqib ketadi do'stlar. Bag'i Chortoq, Amirsoylarga chiqib ketadi. Lokatsiya va shu udar. Pagodani qarang, pagodani. Toshkent ichidan ko'ra mana Toshkent chetlonlari juda atmosfera. Ko'rishga davom eting, sizlar bilan Dilmot ulashib. Podpiska, like unutmaysiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.